7 sotuv yer maydoni, 65 ming dollar narxga kelishtirib berishadi. Pul sirroshniy bo'lganligi uchun shunaqa arzon narx qo'yishyapti. Ko'ryapsizlar, uy tartsovoyga joylashgan. Sotiga 10 mingdan ham to'g'ri kelmayapti. 65 mingdan yana kelishtirib beramiz deyishyapti. Bu yoq tartsovoy bemalol 3 ta xonadon qurib olsanglar bo'ladi. Maktab, mana maktab. Yoninglarda maktab. Hozir ichkarini ko'rsatamiz. 4 ta xonasi bor, kirib yashayman desangiz ham bo'ladi, chunki yashab turishibdi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Boshpana TV kanalimga obuna bo'lib olinglar. Videoni opisiyanasida Telegram, Instagram sahifalarim bor. Telegram kanalimda eng zo'r tarafi obuna bo'lib oling. Bu videoni qo'yaman Telegram kanalimga va tagidan lokatsiyasini tashab qo'yaman. Bemalol kartadan kirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Ketdik, ichkarini ko'ramiz. Bu uy egalarining nomeri pastda joylashgan. Mana videoni tagidagi ushbu nomerlar, shu xonadonning egalarining nomeri. Menga qanaqa bog'lanmoqchi bo'lsa, aytib o'taman. Tepada nomerim turibdi. Bemalol telefon qilib, uy joy sotmoqchi bo'lsangiz, maklersiz, dallorsiz, o'rtada 2-3 ming dollar ishlab oladigan odamsiz, o'zingiz sotmoqchi bo'lsangiz, tepaga telefon qiling, borib obzor qilaman. O'zingiz nomeringiz bilan reklamalarni qo'yaman. Odamlar o'ziga telefon qilib xarid qiladi. Olayotgan odam ham 1000-2000 ming dollar yutkazmaydi. Siz ham 1000-2000 ming dollar yutkazmaysiz. Bizning xizmatimiz arzimagan, shu kelib ketishimizning xizmatimizning pulini olamiz. Xo'p. 7 sotuv umumiy yer maydoni, bu taraf ham ko'cha, bu taraf ham ko'cha. Bemalol bunaqasiga 2 ta, 3 ta, 4 ta uy qurib olsangiz bo'ladi, chunki 7 sotuvga hozir bemalol 4 ta uy qurib olayotganlar ham bor. Ko'ryapsizlar, to'g'ri burchak yer maydoni. Bu yerda mana bu tarafda xonalari bor, 4 ta xonasi bor. Ichkariga kirmaymiz, yer hisobida berishayotganligi uchun, lekin hovlini to'liq ko'rsatib olaman. Bu yerda ko'rdinglar, narigi taraf ko'chaligini, darvoza ochib bemalol uy qurib olsanglar bo'ladi. Mevali daraxtlari ham bor ekan, lekin o'zim yashayman, katta ekan, bemalol mol qo'y boqaman desanglar, 7 sotuv zo'r joy. Narxi 65 ming dollar. Pastda egalarining nomeri, bemalol telefon qilib savdolashib xarid qilsanglar bo'ladi. Narxi 65 ming dollar. Manzili Toshkent viloyati Zangiota tumani, Birlik mahalla fuqarolar yig'ini ekan. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilib olinglar. Sizni ham uy joy sotish kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga telefon qiling, o'zim javob beraman. Borib chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda, chiroyli uylarda, nima deydi, uy joysiz qiynalayotgan insonlar uchun arzon uy joylar topish bilan shug'ullanyapmiz. Ko'ryapsizlar. Bitta buning uchun kommentariyada duo qilib, menga ham shunaqa uy joylar nasib qilsin deb yozilgan. Hammaga 2026-yilda uylar nasib qilsin. Sog' bo'linglar.